şu gözlerge o gül küstür gözlerge o gül küstür sen bilen güller boyalan yaşlıdık ku biz mühem vay bulup namrat yetinla gözüdün koridine kim sana bergen aşında kendisi yok güç kuvvet senin için perveş kılıp çoğun kıldı halkın her zaman kim sana bergen aşında kendisi yok güç kuvvet aşı işcan milletin aklisini kılay aman Kadir, siz midiniz? İşgallık kelgan adam nemiş uyga kirmaysiz? Bizning uyni tonimayaptimi sizga? Yaqay, bu uyni albatta tanıyman. Men siz bilan so'zlashmoqchi edim. Yuring. Dadingiz Kadir bo'lgandan keyin sizgami hol paydo bo'lib qoldimi ya? Yaqay, nimalarni aytyapsiz? Bahargin! Mana, Bahargin! Uyga kirib birdan o'tirib mamamsiz. Bo'ldi, kirmay turay. Nemishqa? Men sizni ammamning begiga olib o'ynatib kelay degan. Ammamning sizni ko'rib baqisi bor ekan. Yuring. Ammangizning meni ko'rib baqisi bormi ekan? Bormayman. Undaqda rastlik berib, darvoza o'yini ko'rsakmi bo'ladi? Yuring. Bo'lmaydi. Dadam bilan akam to'y ma'rakasiga ketgan, keladigan vaqt bo'lib qoldi. Ular kelgach men tamoq etib turmasam bo'lmaydi. Akam. Hiç tushunmadim. Uni nimancha yaqin ko'rib ketasiz? U ya sizning o'z akangiz bo'lmasa? Dadamning og'aynisining o'g'li tursa, albatta mening akam bo'ladi-da. Agar ayni yili men onangizga ikkagan kumush tangini qabul qilgan bo'lsam, bugungi kunda sizning akangiz bo'larmidi? U bir namrat qalandag'u, bir saqlandi. Kadir, agar mushundaq deydigan bo'lsangiz, endi yuzingizga qaramayman-jimi? Bargul. Shumi xafa bo'ladigan gapmi? Bo'pti. Akangizmi deyli. Men bilan bilib bering, yuring. Yaxshisi, atugin boraylik. Fatima bilan Zuhranimi birga elib olaylik. Bo'pti. Atigacha boramiz. Kelishdik hamsa? Ma'qul. Aras. Bu chilan urg'idan yasalgan marjon. O'zim yasagan. Sizga beray. Chiroyli. Chiroyli ekan. Men isib qo'yay. Uy, dadam ketdi. Men kirib ketdim, ha? Xo'sh hamsa, xo'sh. Emisi diginimizdek bo'lsin, ha? Ma'qul. Elimi yaxshi Xelil bir necha yil qamoqda yotgan bo'lsa-mu, har holda qaytib chiqdi. Agar o'z vaqtida u bizni ishlab topgan bo'lsa, bizni mi tasın asbasgan bo'ladi. U aqindachilik yaraydi-jumi. Emisi u chiqqan bo'lsa, bizni izlab kelmabdi-ku. U ketdi. Ketdi? Nega ketibdi? U menga gap aytib beribdi. Yangiqlikda turmaydiganligini, bu yaningmi mas qolmaganligini aytibdi. Agar ko'proq pul topa olsa, tog'isini izlab chet elga bordik. Qara. Rahmat. Sen qaravotida. Rahmat. Nimanchi qaraysan, ha? Bo'ldi-qila, qara bir ko'z qarchuqlaring eqib ketel dedi-ku, ha? O qiz nimanda chiroyli qa? Siyaqi Bahargulga yetmaydi ekan-ku, ha? Ha, albatta. Bahargul degan kim? O degan yangiqlikdagi eng katta go'zal. Yo'q. Undaq deyishga texi baldur. Kichik go'zal desak, bo'g'dak. Aras. Agar dadang bilan onang igi bo'lsalar, u hamon
sening xotining bo'ladi. U degan burungi gap. O chaqda ikki uyning bardi keldisi bor edi. Uning ota-onasi ham men amroq edi. Qaramam sen mana endi iliq Baudun paydo bo'ldi. Hey, Baudun degan qanchalik nimitdi? Bu so'ltakni sana selishtirg'ili bo'ladimi? Hozir qarasam, iliq saqlandi. Kun bo'yi bahar gulning yenidan ner bo'lmaydi. Buningga qarab, ko'nglim bekli parakanda bo'layotdi. Bu deganing-ku to'g'ri. Har kishi degan jigarlik bo'lish kerak. Dadang-ku ularning oldida mag'lub bo'ldi. Endi senmi ularning dastidan ochiq yutib yursang bo'lmas? Qaramam sen. Qandaqlik yaxshi ish bo'lsa, ulag'il nisb bo'lamdi deyman. Shuni demam sen. Hey? Rahmat. Ha? Iliq satar hozir bormi yo'q? Bor. Uy qo'yib qo'ygan. Bir kuni berib, uni chiqib etmasan. Hey, nima qilmoqchisan? O qaltis isli saptar tursa. Hamma dad alimimni chiqirib olay deyman. Tova, zerak odamni ochiq tutganda hamoqatlik qildi ekanda. Undaqda u satarni iliq saqlanib qoldirib qo'ymizmi? Hey, anglab tur. Satarni chiqib etganingdan ko'ra, uni setib etganing yaxshi. Meningcha u satar xeyli nurg'un pul yaraydi. Qanday deysan? Bo'ptimisa, uni setib etib, pulini menga aytib ber. Ha, bo'ladi. Biroq biz avval mal to'laydigan xaridordan birini topaylik. Qanday deysan, ha? Bu ishni o'zing qarab bir taraf qilasan. Ha, bo'ladi. Muqam o'rlaydigan chalg'ularning turi 30 xildan oshadi. Abdulla akamning satardan foydalana olishi uning bir ortiqchiligi. Nima degan ko'p chalg'u, ha? Men keyin yana bir qatim Abdulla akani yo'qlab bordim. Shu chog'da ondan muqamdagi eng tas narsaning udar va ritim ekanligini bildim. Ammo uning sehri kuchi shuningda ekanki, u to'limi hissiyotga boy va ko'p xil o'zgarishchanlikqa ega ekan. Albatta, muqamning tarqalib kelayotganiga necha yillar bo'ldi. Anglashlarga qaraganda, bizning yangiqlik 12 muqamning makon manbai ekan. Tarkibimi eng sopgan. Bu gapcha men dal 12 muqamning ona makoniga kelibman-da, ha? Mundaqcha aytganda, 12 muqam 12 cho'ng nag'bidan tarkib topgan, cho'ng tipdagi yurishli kuy hisoblanadi. Uning tarkibida 170 dan ortiq usulliq kuy nag'ma, 70 dan ortiq marg'ul bavulub, yana uningda 44 nafar klassik shoirning asarlari va nurg'unlagan xalq naqsh qo'shoqlari va dostonlari bor. Hisoblab ko'radigan bo'lsak, u 4992 misra she'rdan tarkib topgan ekan. Voy, hajm shuncha cho'ng ekan. Undaqda uni o'rinlab bo'lishga qanchalik vaqt ketadi? Ha, hammasini o'rinlab bo'lishga jami 12 osh pishim vaqt ketadi. Tova, bu gapchi u dunyodagi ko'lami eng zo'r musiqa asari ekanda. Shunlashqa Abdulla akidek 12 muqamni to'liq ayta oladigan kishi haqiqatan kam tepiladi. Tova, ayni chog'da biz uni qutqizib olganda, uning bundaq katta bir muqam san'atkori ekanligini raslo o'ylamabdi ekanman. Bu bir odamni qutqizilishdan iborat oddiy masala emas. Balki yo'qolish girdog'iga kelib qolgan bir san'at tavarrugini qutqizib olganlik. Demakchimanki, hozir qismdan bir turkum kadrlar yerlikka almashmoqchi bo'lyapti. Menmi tizimlatdim. Ha, yaxshi bo'pti-ku. Ha, ayting-a. Siz nega berib xizmat qilmoqchi bo'lyapsiz? Men sizga o'xshashla adabiyot san'at xizmatini qilaymikin deydi. Lekin siz mo bilasiz, qismning qoidasi bo'yicha tashkilning o'rnashtirishiga bo'lsin degan gapga. Ha, bo'ldi. Mushiya shu. Oxir yetib keldim. Ben, rahmat, arzimaydi. Hey, stop, to'xtab tur. Aqam. Hey, to'ng'allar. Ha? Qaytib keldingizmi? Ha, qaytib keldim. O yerda ishqi parcha xetingiz bor edi. Akilam. Ha, rahmat. arzimaydi. Obdan turgansiz? Obdan turdim. Ma'qulabsa. Yani ko'rishamiz, ha? Bo'ladi, yo'l bo'lsin. Balkim, yaxshi turib-o'tamsiz. Shinjonga ketganingizga yarim yil bo'ldi. Yaqinda yozgan bir necha parcha xatimga javob yozmadingiz. Mo'lcharimcha xizmatlaringizmi oxirlashib qolgandi. Musiqa tadqiqot o'rnidan yaqinda bizga uy taqsimlab berildi. Men ko'chib kirib bo'ldim. Tashkil rahbarligi bilan xizmatdoshlar bizga nihoyat yaxshi muomala qilyapti. Men xizmatga tushdim. Ommaviy musiqa jurnalida muharrirlik qilyapman. Kasbimga muvofiq keldi. Uygim yiroq emas.
Sizga shuni demoqchimanki, Tontonning opa deb tili chiqdi. Ana bola ikkimiz har kuni sizning Beyjingga qaytib kelishingizni kutyapmiz. Muallim. Amina keldingizmi? Rasla at ketmoqchi bo'lyapsiz? Shundaq, atatigan soat 8:30da mashina mangadi. Yuk taqlaringizni baldiril teng o'tibsiz. Kechda qayerda yotasiz? Ulgurama qilishimdan ansirab bugun kech ishxonada tunaymikin deyman. Amsa, men yordamlashib tengishib beray. Bo'ldi. Avaro olmang. Yordam qilay. Rahmat. Muallim, endi sizga o'ginib qolib edik. Siz ketadigan bo'ldingiz. Shu emasmi? Men sizni kechda bizning uyga mehmon taklif qilib keldim. Oblikim ishkinglar obdan paranglashib olinglar. Bizmi sizni obdan kutib olaylik. Rostdan desam, Xinjiangdagi xizmatdoshlarga men qiyamayapman. Xinjiang Beyjingga bekli yiroq. Hozir texnik poyezd qatnashi boshlanmadi. Endi bizning qayta ko'rishmagimiz tas bo'ldigan bo'ldi. Shuni deyman. Tong muallim. Men bu yerda. Boy sizga telefon kelibdi ekan. Beyjingdan kelibdimi? Hukumat ishxonasidan kelibdi. Yo'ldosh Murodil siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Ular hozir sizni etkatkil mashina avatir ekan. U yillik kelganda? Shundaq, bir yoq ketmay turing, mashina hozir keladi. Ma'qul. Xo'sh. Rahmat, Murodil apandi meni izlabdi. Ayting, u meni nima ish bilan izlagandi? Teştiqmi Tong muallim? Teştiqmi? Boshliqsini saqlab o'tdi. Qani kira. Rahmat, Tong muallim, keldingizmi? Uy kiraylik. Teştiqmi Muallim? Teştiqmi? Murodil apandi sizni chaqirtib nima dedi? Oldirib ketganingizni qarang. Bilmasam buni faraz qila olasiz. Uy kiraylik. Yuring. Qani. Vah, bek chiroyli-ku. Qani, o'tiring. Milliy tusbaq qo'yiq ekan. Qani, marhamat. Bo'ladi. Vah, tozimi avaropsizlar-ku. Mundaq ish ekan. Bugun men borgandan keyin Murodil apandi men bilan butunlay muqamni qutqizish guruhining ish to'g'riliqla so'zlashdi. Bu gapcha yo'ldosh Murodil sizning Xinjiangda qilib 12 muqamni qutqizish guruhiga qatnashishingizni talab qildi-da. Durust. Choy keling. Muallim. Qilib qolsangizmi bo'pti ekan? Oblikim bilan birga muqamni qutqizish guruhida ishlagan bo'lsangiz, to'limi yaxshi bo'ladi. Qani, choyga beqing. Rahmat. Bu qatam yo'ldosh Murodil markazga 12 muqamni qutqizish xizmatini ishlash uchun mutaxassis avatish fikrini yetkazibdi ekan. Anlashimcha, markaz rahbarlari Xinjiangga yordam berishga kelgan kadrlarning tarkibiga bir turkum muzika mutaxassislarini ko'paytirib qo'shib beradigan bo'pti. Menimcha, siz madaniyat ministrligi tavsiya qilgan mutaxassis bo'lishingiz mumkin. Bu qatam markaz meni asli madaniyat xizmatlarini tekshirishga avatgan. Bayqishimcha, bu yer xalq naqshlariga intayin boy ekan. Hamma odam degdek naqsh yetishni, usul o'ynashni biladi ekan. Hamda ommaviy asosimi nihoyat cho'nqir ekan. Meningcha, Xinjiangda bu jihatga ixtisosliklar oz emas ekan. Shundaq. Bizning Xinjiangda naqsh usul sohasida ixtisosliklar kam emas. Lekin bizda sizdek muzika institutida muntazam tarbiya ko'rgan maxsus kasb ahli yo'q. Sizga rostini aytsam, biz hozir 5 sizliq nota biladigan odamni faqat topolmayapmiz. Oblikim? Qo'lib pishdi. Qani, dasturxonga ilang. To'g'ri aytdingiz. 12 muqam avloddan avlodga eg'iz orqali tarqalib kelgan. Agar buni xotirlamamisak, qanday qutqizib olamiz? Oblikim, Muallim muzika nazariyasi va muzika ijodiyati jihatda hammani tushunadi. Bundaq mutaxassisni nadimi topamiz, Qanday dedim? Shundaq. Qani. Muallim, qani, bahuzur eling. Qani, issiq deyinglar. Tatinimi demamsa? O'xshabdimi? O'xshabdi. Qanday sifatlasam bo'lar? Xuddi maratlab chiqqan Uyg'ur xalq naqshlariga o'xshash. Tam o'zgacha bo'pti. O'xshabdi, menga tetdi.
Muvaffaq bo'lmasa-mu mundaq misol qalay. Agar bizning bu yerdagi xalq naqshlarini mana mush tavoqdagi pologa o'xshatsak, bizning 12 muqamimizni bir go'ar taqqa o'xshatishga bo'ladi. Uning hamma yerda javohiratlar julanib, ko'zlaringizni chaqintib turadi. Siz uni burg'ilab cho'nqirlagan siri o'zingizni ixtiyorsiz uning ichiga cho'kib ketasiz. To'g'ri. Yo'ldosh Murodli menga agar 12 muqamni tanlasangizlar, buningdan menga pushaymon qilmaysiz dedi. Tung muallim, bo'ldi qilib qoling. Biz xizmatlash bo'lib ishlamaymizmi? Qanday dedim, ha? Tung muallim. Yo'ldosh Murodilga oxir nima deb javob berdingiz? Qilib qolamsiz yoki bejon qaytamsiz? Ish qilib, qandaqli bo'lsin, aytib olmaydigan bo'ldim. U o'yinib beqishimni tavsiya qildi. Bahargul. Keldingmi? Kela. Qani o'tira. Topshiriq ishlayapsan? Ha. Yana nima yesyapsan? Bek chuchimalkan, tek xomkan-ku. Bir kun Bavdinga 2 tal bergan edim. Uni shundaq chuchimal olmaga amriqligini aytdi. Ha, aslida buni akam aytib ketgan-sanda. Bavdin, bugun sana deydigan muhim bir gapim bor. Esingda bo'lsin, ko'ngil qo'yib angla. Muqam nag'ma qiladigan chog'da vujudingni pokiz tutishing, qo'llaringni pokiz yuvib, bosh kiyim va usti boshlaringni ratli kiyishing kerak. Muqam aytgan chog'da og'zingga kelgan betni essang, u yoq bu yoqqa qarasang, qalaymiqan gap qilsang bo'lmaydi. Muqam betlarini misra yod edishing, uni astoydil ko'nglingga xotirlab olishing kerak. Esingda bo'lsinki, har bir muqamning o'ziga xos urg'usi bo'ladi. Ahangimi muqam betlariga agishib mangadi. Uni bir tiniqtila aytib tutish kerak. Agar muqam betlarini esingda tutolmasang, uning urg'usi tabiiy uzilib qoladi. Bu ahvolda uning oxirini qanday ayta olaysan? Mana bu qoida ajdodlarimizdan davom qilib kelyotdi. Amdilikda bu qoidalar bizning qo'limizda buzilib ketsa bo'lmaydi bola. Xotirjam bo'lsizlar dada. Bu gaplarni cho'qim esimda tutaman. Nurg'un bolalar sinangdek vaqtida ishqi muhabbat yo'liga kirib qoladi. Lekin sen unda qilsang bo'lmaydi bola. Men yashnab qoldim. Allohning dargohiga qachon ketadiganini bilmayman. Agar sen muqamni taltiks o'ginib olmasang, mening ko'zim ochiq ketadi bola. Buni bildingmi? Bildim dada. Bak, kela, davomlashtiraylik. Ayna bahorim arzim. Bavdin akam menish qisirtlarga o'ynag'ili chiqmaydi ekan desam, aslida dadam uni bek chin tutib yetibdi-da. Bu gaplarni dadam Bavdin akamga shundoq ko'p dediki, hatto mening quloqlarimni tutib qolayli dedi. Dadamning ko'nglidagini texchi tushunmayaptamsan. U muqamning o'z qo'lida uzilib qolishidan ansirayotdi. Fatima, agar bir amal tepilgan bo'lsa, dadamning muqamlarini saqlab qilib, texmi ko'p odamlarga anglatgan bo'lsak, nima degan yaxshi bo'ladi-da? Sen degandek yiliqi unalg'u asbobi muallimdan anglashimcha chet ellarda bormish. Tushundim. Dadam hozir Bavdin akamni unalg'u asbobi qilmoqchi ekan-da. Hey, ben BM'ni ağalık etken bir mezgil içinde tayyorli xizmatlarning ishlanishi qanday bo'ldi? Muqamni qutqizish guruhining ismligi tasdiqlanib bo'ldi. Siz guruh boshlig'i bo'lib, umumiy yuzda xizmatlarga mas'ul bo'lasiz. Men muavin guruh boshlig'i.
xonimingizmi guruh a'zosi bo'ladigan bo'ldi. Ha. Siz kelgan amalli xizmatlarni rasmiy boshlamoqchi bo'lyapmiz. Unalg'i masalasi amlashdimi? Shanxayga odam avatib olib keldirdik. Faqat Shanxayda polasimliq unalg'idan ishki so'rar ekan. Amerikaliklar qoldirib ketgan ekan. Kelgan bo'lsanglar, unda biz Raurs ovoz elish obyektlarini topsaq bo'ladi. Biz izlash planini tuzib chiqdik. Asosiy Janubiy Shinjang va Il rayonni, bo'libmi Janubiy Shinjangdagi Qog'liq noyisining Yong'oqliq yezisini muhim nuqta qildik. Yo'ldosh Murodilning deyishicha, ozodlikdan ilgari u o'sha yerda bir nafar xalq san'atkorining muqam aytganini anglagan ekan. Ta hozirgacha unutmayapti. U uning ismini eslay ekan. Eslayamadi. Qutqizish guruhining ishi uchun shuncha jiddiy aldirash ishlab etibsizlar-da. Onda biz eng yaxshi vakil xarakterlik muqam etish saviyasiga ega bo'lgan xalq san'atkorlaridan birini tepishga muhtoj bo'lamiz. Mana bu eng halqiliq masala. Ашмахан aka, bu yuqoridan kelgan uqtirish ekan. Xalq muqam san'atkorlarini Urumchiga berib, ovoz qilish xizmatiga tanlash to'g'risidagi uqtirish. Bo'lim boshlig'i Husanjon Qashqarga ketishdan ilgari buni ko'rib, bijirishni sizga topshirdi. Qaytib kelganda doklad qildi ekansiz. Ma'qul, bildim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom bolam. Yili ashula dadamni eshak harosi bilan so'qvatgan. Men qarang Bahargul, bundoq odamlarga parvo qiluvchi bo'lma. Dadamni so'qqan Qodir emas-ku. Nima? Bu ishda uning qo'li yo'qmikan? Uning netichi dadasinikidimi yama? Hammamiz kichigimizdan birga o'ynab jang bo'lgan tursak, pashni qiqiblar yuzi o'rib ketgan bo'ladimi? Men unda qilmayman. Hiç tushunmadim. Sizlar muqamchilik qilmaydigan bo'ldinglar-ku. Yana nimishqa Abdulla bilan qiyirshidilar. Men qaytib keldim. Ha, keldingmi o'g'lim? Chapsan yuyinib, orom elib ol, ha? Uqtirishdimi Abdullaning nomini atmirgan tursa, kimning berishini o'zim belgilayvermamdimi? Husanjon yo'q chaqda mushunchilik ishni qilishga huquqim yo'qmikan? Ha, rost dada. Men baya Abdullani ko'rdim. U iliq saqlandisini elib, ishik arabisi bilan yaqin yurtlarga nag'makashlik qilib mangdi bo'g'ay. Sizlar uni izlaysizmi? Topamaydilar. Shundaqmi? Mana endi menga Abdulla sabab tepildi. Ana, dadamning qilgani to'g'ri. Qandaqli yaxshi ish bo'lsa Abdullahlar nisb bo'laveradi ekan. U bizni bosh ko'targili qo'ymagan ekan. Bizmi uniga yo'l bermaymiz. Aras, dada. Sizlar tehi uning iliq saqlandisining holini ko'rmaganlar. Qodir, bu cho'nglarning ishi. Sen qo'shiq sog'ichi bo'lma. O'tgan qitim Abdullahni so'qib o'tgan ishda agar Xilal og'zini chin tutmagan bo'lsa, turmada sen yotgan bo'larding. Dadasi, sizlar tanlab bergan hilqi odamlar qachonroq yo'lga chiqdi ekan? Til yo'lga silib o'taman. Husanjon qaytib kelib so'rasa, nima deb javob beradi? Vaqt kelganda nima deyishni o'zim bilaman. Assalomu alaykum. Abdulla tog'a! Abdulla tog'a! Biz dadimizdan ayrilib qoldik. Vallahi yig'lamanglar. Yig'lamanglar bo'ldi. Abdullahu. Yenge. Kechikib qoptiman.
u jon uzishdan ilgari silini tilga elimidi. Qayg'urmisizlar, yenge? Yenge, bu nima ish endi? Chalg'a hisoblarning hammasi setvetdilarmi? Gap qilmasizlar. Bu kesel chig'ida chalg'a asboblarning hammasini setib etdim. Biroq ularga ko'z oldida ap ketmasligini aytgan edim. Yenge. Mana bu o hayot chig'ida yasagan eng esil sotar edi. Afsuski, uningga 100 turani qaytirib berishga ulgurolmabdim. Bu sotarni u sizlarga hadiya qilgan. Sizlar epqasizlar. Xotir qilib saqlab qo'ysizlar. Undaq qilsam bo'lmas. Epqasizlar. Undaq qilmayman yenge. Buni sizlar xotir qilib saqlab qo'yinglar. Agar bir qiyinchilik tortib qolsanglar, uni setib xajlasanglarmi bo'ladi. Sizlar buningga mendimi bakrak muhtoj yenge. Epqasizlar. Muqamchini avatib beribsiz. Nima uchun Abdulla akamni avatmadingiz? Ayni chaqda yuqorida bak oldiratqashqa uni izlab topolmadim. Bu sabab bo'lamaydi. Meningcha siz bu ishda ko'nglingizni g'um saqladingiz. Men hozir muqamchilik qilmaydigan tursam, mening hozir g'um saqlashim mumkinmi? Men degandek emasmidi? Tushunishingiz kerakki, biz eng yaxshi muqam san'atkorini Urumchiga avatib berishimiz kerak edi. Yuqoridagilar boshqa shunchalik ahamiyat beryapsiz, siz mushu pozitsiyangiz bilan moslashmoqchimi? Bu ishga daxli qilganlik bo'lmamdi. Bo'ldi. Demayli qo'yay. Siz berib Abdulla akamga tushuntirib, darhol Urumchiga ma'ndirishni o'rinlashtiring. Yana boshqa ish bormi? Hey, Hashim aka. Sizni xijil qilmay. Yaxshisi, o'zimni boray. Hey, Hüseyncan. Ata Ünalgı uskunisi yetib keladi. Qurashtirib olsaqlar, ovoz aqli bo'ladi. Shundaq. Abdunum rayoni yangi qurildi. Ham ishni boshdan boshlash to'g'ri keladi. Lekin partiya va hukumatning bu ishga ahamiyat berayotganligi muqamning Uyg'ur milliy madaniyatidagi o'rnini ko'rib yetganligini bildirdi. Shu emasmi? Faqat mush uskuna 3 yildan nurg'un kuch ketdi. To'malim, tanlab kelgan san'atkorlar ichida qaysisi eng tang'izga tushdi? Rostdan desam, hammasi bo'lar ekan. Demoqchimanki, siz muqamni eng to'liq va voyiq yetkazib o'rlay oladigan vakil xarakteriga ega odam tepishingiz kerak edi. To'g'ri, bunisi intayin muhim. Agar bizning ovoz og'inimiz hammasi degidek parcha ariyalar bo'lib qolsa, bu bakmi afsuslanarli ish bo'ladi. Shundaq. Bu ish biroz tezki to'xtaydigan bo'ldi. Ularning orasida 12 muqamni to'liq ayta oladigan birmi odam yo'q ekan. Bir necha muqamni tugal egilamak bir qadar qiyin. Ular hammasini to'liq bilmaydi ekan. Amiz qanday qilamiz? Xo'sh, Husaynjon. Xo'sh, Hashmaxon. Kattarasizlar, ha, yana kelinglarchi. Abdulla aka, bu bir xususiy ish emas. Satarning ishini biz amal qilib hal qilaylik.
Abdullah aka, obdaroq o'yinni baqsila. 2 kundan keyin sizni yana izlab kelaman. Bo'ladi. Men o'yinni baqay. Ha. Ma'qul bo'lsa. Xo'sh, Xo'sh, bo'lsa. Xo'sh. Abdullah akamning satarini cho'qim tepish kerak. Satarnimi? Nereden topamiz? Men mo o'ylashmadim. Hay. Biz saqchilarni izlab baqsa qandaq? Shuni qilaylik. Dadisi, Hüsencan'a nemişki cevap vermeydiler. Ürümçiga beriş şundaq yaman iş miydi? Anisi, Ürümchiga berishning cho'qim yaxshi ish ekanligini sen qandoq bilading, ha? Men u bilmeymen. Özleri kun boyu muqamning varsiz qilishidan ansirab yuriydilar. Uni ün alığı ilivasa, mana bu varslik qilganlik bo'lmamdi. Hey, ün alığı degan qandoq nima ekan u? Sen ko'rganma? Avaxon, Qadrin chaqir, darhol oldimga kelsin. Qadir texkanmidi? Yana nemish bo'ldi? Bu Abdulla tazimi bir baş ağrıqı bo'ldi devasam. Endi sonunun erim beşimga bir bala bo'ldi. Hüsencan nima qildi? Hüsencanning deyishicha Abdulla Ürümchiga bağılı unumay vetibdi. Tegishlik uqtirishni uqtirib qo'ydilar. U bo'lmasa, dal ko'ngillardagidek tushunmamdi. Buning sizlar bilan nima aloqasi? Sen nimini bilettin? Men bilen taza aloqasi bor. Hozir mening o'g'lim Bavudun batırsa, muqamning varisiz qilishidan ansiraytdimmi? Buningga o'ynalg'ini nima ajdi? Men o'ylayman, hukumat sizlarni bu ishni qil desa, meningcha hukumatning bu degani hargiz xato emas. Meningcha sizlarning Ürümchiga borganlari tuzuk. Sizlar xotin haqlariniz. İşlarni to'limi oddiy o'ylaysizlar-da. Hey, o'ylab baqmamsa, bu Hashim hukumatning uqtirishni xili burunli topshirib olib, yanchoqni bostirib olgan tursa, bu xabarda menga etqisimi kelmagan tursa, ha? Uning ko'ngildagini men tushunmayman-ma. Uning shundoq ichtar, pitkuchay odam. Sobobay uyushtirgan hali musobaqadan keyin hozircha men adovat saqlab yuryapmamda. Hatto menga tuzuk gap qilishim kelmayotsa. Agar men ovozga erish uchun Ürümchiga boradigan bo'lsam, uning ko'ngli aram topaman. Agar sizlar uni xush qilay desizlar, muqamda voz kechsizlar. Men Abdulla muqam 3 yilda tug'ilgan. Muqamda voz kechsam, yashab nima qilaman? Muqam aytqim kelsa yurt mahallaga berib aytaman. Ahli xaloyiqqa aytib beraman. Nima deb bir uskuniga aytmagdakman? Tazimi joyil qiyirda bu. Sizlarga gap qilmabdiman zodi. Nima qilg'ilur kes shuni qislar. Yaxshilikchi menga ayta. Abdullahning satarini zodi oldingmi yo'q? Hozir Abdullah satarining yo'qolganligini bahona qilib Ürümchiga bog'ili unmayotidi. Agar bu ishni surishtirib qolsa, oqibatining qanday bo'ladiganligini biladigansan. Bilmayman. Ben sana deb qo'yay. Agar sening o'g'rilig'ingni bilib qolsa, sen muhililga o'xshash turmidi yatsan, u chaqda men hukumat xizmatimdan ayrilaman. Satarni mening o'g'rilig'imga kim isbotlay oladi ekan? Bu shumning og'zining qattiqligini. O'z vaqtida Abdullahning satari yo'qolgandilar. Men Akukishkingning o'g'rilig'ini bilib olgan. Ish qilib men o'g'rilmagan. Sen o'g'rilmagan taqdirda seni och quloq kes og'ildiring o'g'irlagan. Ayta. Satarni nega yo'qotding? Zodi nega yo'qotding? Bo'ldilar. Gap o'z chiroylig'ara qilmamdilar. Rostdan aytmamsan texi. Chiroylig'ara aytamsan yo'q. Ha? Bo'lig'im shunday shafqatsizlik qilamdilar. Sillig'ara gap qilmamdilar. Men bilmayman dedim-ku. Sening bilish bilmasliging bilan ko'rim yo'q. Qandoq olgan bo'lsang, shunday qaytirib-a. Agar soqchilar tekshirib tepib oladigan bo'lsa, biringmi qechib qutulmaysan. Uning satarini oldingmi yo'q rost gap qilsangchi?
Ana, uning satarini men rost olmagan tursam. Mehmetcan, qara, bu yerda nimancha odam ko'pdir. Bir ish bo'lganmi deya. Qara, o yerda bir e'lon turdi. Bir baqaychi. Nimalarni yozdiki? Öğrenci naqsh usul ömügiga usulchi qabul qilinadi. Boshlang'ich o'rta maktab saviyasiga ega bo'lish kerak. Adabiyot san'at jihatda aloyidligi bo'lish kerak. Yeshi 11 yoshdan 16 yoshgacha. Teni sog'lom bo'lish kerak. Tizimiltish o'rni qog'liq noyilik madaniyat sariyi. Bak, bu sizniki. Saqlab turing, Açıqsa olay dedim. Bu bir yaxshi ish ekan. Shuni deyman. Meningcha u muvofiq kelgidi. Muhammadjon. Voy, Zuhra. Sizni izlayotibdi. Shuni deyman. Meni izlaganmidinglar? Bugun maktabga bormabsiz-ku. Uyimizga mehmon kelgan edi. Fatima ishqimiz ruxsat so'rab uyda yordamlashyapti. Sizga bir xush xabarni aytaylik. To'g'ri. Sizlarda qanday xush xabar bo'lmoqchi edi? Hey, Zuhra, to'xtab turing, to'xtab turing. Akram men bering. Boshda anglab baxmamsiz. Zuhra, Urumchi naqsh usul umigidan nahiyamizga o'quvchi ag'il kelibdi. Nahiyada ularni o'quvchi qabul qilish e'lonini ko'rdi. Rasma? Ha? Siz bilan tang yoshli nurg'un qizlar o'sha yerda imtihon berib o'tibdi. Ismi berib baxmamsiz. İmtihan beram deganmi? Sizlarcha men o'talamanmi? Nimishqa o'tamaysiz? Odatda siz usul o'ynashga amroq-ku. U e'londa yozilgan hamma shartlarga so'zsiz uyg'un kelasiz. Amis berib, ko'rib boqaychi. Bu bir yaxshi fursat. Nimishqa bormag'adaksiz? Bizmi birga berishib beraylik. Onam texman opirdigan ochiq suvni saqlayotdi. Ha. Muhammadjon, sen ochiq suvni Zuhrani uyiga opirib bergin. Men uni imtihon maydoniga boshlab boray. Ha, yur. Meni nimishqa vaqzmaysan? To'xtab turing, ha? Men sizlar bilan birga boraman. Ha? Acha, bu ochiq suv sizning buqallar turib tursin. Sal turib olib ketaman, ha? Ma'qul. Yuringlar. Ichida odam yo'q ekan-ku. Voy. E'lonni asli mushak jab topgan. Endi ko'rinmaydi-ku. Ichida odam bor ekan. Bova! Bova! Shila asla! Bova! Bova! Biz imtihon belgili kelgan. Shunda bizni kirgizlasizlar. Bova, biz imtihon belgili kelgan. Men usul o'ynamoqchi edim. U imtihon tugadi demdi nima? Agar bir kun burun kelgan bo'lsak yaxshi bo'lar ekan. Hey, to'xtanglar. Qoro ichidan muzika olinayotdi. O'quvchi oladigan muallimlar tek ketmagan o'xshaydi. Bizni kirgizmayotsa, bir amal qilib kiraylik. Hey, tomdan ortilib kiraylik. Men ortilg'il bo'ladigan bir yerni bilaman. Yuringlar, yuringlar. Unda qilsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bu yerdan chiqib bo'ladimi? Odin, avval sen chiq. Chapsan bo'linglar, tez. Chapsan chiqing. Qo'rqyapman. Qo'rqmang, nima qo'rqsiz? Chiqolmayman. Tez bo'ling. Chiqolmayman. Akram qo'lingizda. Chapsan, men tatib olay. Tez bo'ling. Balalar, yo'lga chiqadigan kunini sizlarga ayrim uqtirish qilaman. Qaytib ketib, xabar kutinglar. Bo'lamda? Ma'qul, bildim. Tez kiring. Bo'linglar, tez. Men o'g'ri emas, imtihon belgili kelib edim. Men bildim. Siz xafa bo'lmay chiqib turing, ha? Men imtihon belgili kelib edim. Ha, imtihon bermoqchimidingiz? Ismingiz nima? Ismim Zuhra. Oldingi kunlarda nima ish qilganmidingiz? Bu ishni texiyilali bildim. Mening uyim yangaqliqda edi. Ha. Artist bo'lgangiz bor ekanda. Ems nimalarni bilasiz? Men usul o'ynashni pek yaxshi ko'raman. Tum tang tang tum tang tum tang tang tum. Tum tang tang tum tang tum tang tang tum. Avdo, Zuhra imtihondan o'talarmi? Zuhra usulni shuncha yaxshi o'ynaydigan tursa, meningcha chataq yo'q. Qaraganda men jahondagi birinchi ahmoqman. Tazima g'alati kelib qolgansan, ha? Sen imtihondan o'tishini umid qilamsan yoki o'tamasligini? Agar u o'talasa, qaltis xushal bo'lib ketadi. Ammo mening ko'nglim yerim bo'ladi. Hey, Bodon, Zuhra imtihonni berib bo'pti. Tushib qarab boqaylik, yura.
Zühre, qandaqroq? İçide 2 muallim var ekan. İmtihon oldimi? Ular meni naqsh etqizdi, usul o'ynatdi. Yana bizning uyning adresini yozib olib, onamning ismini so'radi. Yana mendan uyingizdagilar berishingizga qo'shilandi deb so'radi. Men albatta qo'shildi dedim. Qaytadigan chaqda men ulardan imtihondan o'taladimi deb so'rsam, ular siz bu yerdan qabul qilingan eng oxirgi o'quvchi dedi. Zühre, haqiqatan talingiz bor ekan. Muhammadjon, sizlarga ko'p rahmatchimi? Arzimaydi. Aras, Zühre, men qarang, bu xush xabarni mahalliga berib, hammasiga yetkazaylik. Shunaqa qilaylik. Yuringlar. Hey, Fatima? Zühre, nalad yuriysan? Sen bir xush xabar aytay. Og'an ochiq suqini. Ochiq suq. Anam seni saqlab terkib o'ltirsa, sen hech g'am topmaysan-ku. Qara, men Urumchidagi Naqshi usul o'mgiga qabul qilindim. Qarab baqa. Urumchi Naqshi usul o'mgiga? Ras shundaq, nahiyadan hozirla qaytib keldik. İmtihonga borganini anam bilamdi. Endi berdim men. Anamga demay tur. U ochig'ini basamay o'ltirganda hargiz berishingga yo'l qo'ymaydi. Yeni kelib, bir qiz bola uydan ayrilib, shuncha yiroqqa kelsa, buning ana bo'lgan odam unandi. Bu qitim cho'qim borman. Yura, uyga qaytaylik. Hey, Bovdun, ha? Bovdun. Men Zuhraga yordam qilsam bo'lmag'idek. Ana, Keldingmi balam? Tazimi kech qolding-ku. Muhammadjon bilan paranglashib o'ltirib qoptiman. Bahargul, akangning qo'liga suv bergin. Mana. Aka. Aka, yo'qolib ketgan hiliq sotarimiz uyda qayta paydo bo'lib qoldi. Paydo bo'lib qoldi? Yaxshi bo'pti-ku. Men ko'rib boqay. Qarang, dadamning qo'shib ketganini. Qiziq ish-ku. Necha yilning oldida yo'qolib ketgan sotar ushtum tutla paydo bo'lib qopti desa? Atdigan siz chiqib ketgandan keyin darvoza oldida bu sotarning turg'unini ko'rib qoldim. G'alati ishda bu. Qandoq sizga o'zi paydo bo'lib qolgandi? Xudoga shukr. Nimali bo'lsin, sotarning paydo bo'lib qolganining o'zi bir yaxshi. Hayronman. Uni kim akilib qo'ygandi? Ya'ni kim bo'ladi? Sotarni o'g'irlagan odam o'zi akib qo'ygan gap. Deganim to'g'rimi dada? Was